Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda Majnundek parvoz etsam deyman. Mana shunday ajoyib notada bugungi test drive'imizni boshlamoqchiman. Qo'limdagi mikrofonga e'tibor bermaylar, chunki bu narsa ushbu avtomobilda mavjud bo'lgan qulayliklarning bor yo'g'i bir donasi. Bugun sizlar bilan deyarli 25 yillik tarixga ega bo'lgan, nafaqat O'zbekiston yoki Xitoy, balki butun dunyoda nom taratgan BYD kompaniyasiga tegishli bo'lgan Denza brendining Z9 modelini ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan Mahmud Sobirov. O'rninglarga yaxshilab o'tirib olinglar. Biz esa boshladik. Denza Z9 bozordagi o'rtacha narxi $65,000. Sizlar bu pulga undan ko'ra 6 ta o'rindiqli, ko'p qulayliklarga ega bo'lgan Li9 olmasmi deylar? To'g'risini aytinglar yoki hammadan ajralib turishni xohlaysizlarmi? Avtomobilning to'liq o'lchamlari ekranlaringizda. Uzunligi deyarli 5,2 metr. Aerodinamik kuzov. Undan tashqari agressiv optika. To'g'risini aytaman, EV ya'ni sedan versiya menga ko'proq yoqadi, chunki GT versiyasida uchkur qirrali elementlar juda ham ko'p ishlatilgan. Bu qanaqadir jihatdan tashqaridan qarasangiz asabingizga tegadi. Lekin bu yerda hammasi ajoyib. Avtomobilning eshik tutqichlari kuzovga biriktirilgan, ya'ni yopganingizda u ichkariga kirib ketadi. Qaytgancha qo'shimcha opsiya sifatida alohida pul evaziga yon ko'zgularning o'rniga kamera va avtomatik eshiklarni o'rnatishingiz mumkin. Z9 ning eshiklari hoshiyasiz oynaga ega. Oynasi ham 2 qavatli. Hoshiyani yo'qligini foydasi bu karkasi baqvatroq bo'lishi. Salbiy tarafi esa shovqin izolyatsiyasining sifati sal pastroq bo'ladi. Undan tashqari, avtomobilning orqa tarafida, ya'ni ikkita tarafida quvvatlash uchun razyomlar o'rnatilgan. Bu degani, siz avtomobilni ikkita tarafdan quvvatlab boshlasangiz, taxminan 25 daqiqa ichida 0 dan 100 gacha quvvatlashingiz mumkin. Ushbu avtomobilni stok holatda o'rnatilgan diskalari menga uncha yoqmaydi. Siz ikki xil diskani xarid qilishingiz mumkin. Lekin Imperium Cars avtosalonidan ushbu avtomobilni buyurtma qilsangiz, customni, ya'ni o'zingizga yoqqan diskalarni qo'shimcha ravishda xarid qilib berishingiz mumkin. O'zingizning diskalaringizni sotib olamiz, o'rniga kattaroq va chiroylirog'ini o'rnatib beramiz. Aytgancha, Imperium Cars avtosalonidan nafaqat Denza Z9, balki Xitoydagi eng yangi va eng zo'r narxdagi avtomobillarni bemalol buyurtma asosida xarid qilishingiz mumkin. Pastda havolani qoldiraman, kimga kerak bo'lsa bog'laninglar. Shuncha ko'rinishiga kapotining ostida nima bor? To'g'risi hech nima. Bu yerda qo'shimcha bardachok o'rnatilgan. Yukxonasi-chi? Yukxonasi ham sezilarli darajada kichkina, 375 litr. Markazda ko'rib turganingizdek bo'rtib turgan to'rtburchak shakl bu salonda o'rnatilgan muzlatgichning o'rni. Aynan shu muzlatgichni deb ham yukxonani kichikroq qilib qo'yishgan. Denza Z9 bizdagi esa Max komplektatsiyada va elektr versiyada. Avtomobil naqd 3 ta elektr dvigatelga ega. Umumiy hisobda 966 ta ot kuchini bera oladi. 0 dan 100 gacha tezlanishi zavod tarafdan berilgan ko'rsatkichga qaraganda 3,4 soniya ekan, lekin real hayotda tekshirganimizda mana bunday ko'rsatkichga ega bo'ldik. Uch deyishgan, lekin bizning mashinamiz 3,5 soniyada 0 dan 100 gacha tezlandi. Bunga har xil sabablar bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda g'ildiraklarning holati, ya'ni qizib ketgan bo'lishi mumkin. Yana bitta sababi bizning batareyamiz to'liq holatda emas. Hozir mana 75% quvvatimiz qolibdi. Avtomobil to'liq quvvatda 630 km masofani bosib o'ta oladi. Batareyasi 100 kWh hajmga ega. G'ildiraklari to'g'risida bu yerga 20-o'lchamdagi diskalar o'rnatilgan va stok holatda Continental shinalarga ega bo'lasiz. Menimcha bunaqa mashinaga yaxshi chiroyli diska bilan Michelin shinalarini o'rnatish kerak. Undan tashqari old va orqa tormozlari diskli va havoni aylantiruvchi tizimga ega. Podveska masalasida bu yerda pnevma podveska o'rnatilgan va hozir oldimizda lejachiy politseyskilar o'rnatilgan va biz podveskasini tekshirib ko'ramiz. Podveskasi yaxshi ishlab berdi.
to'g'risi salonga urayotgani yo'q. Ushbu avtomobilni orqa g'ildiraklari ham burilayotgan paytingizda sizga yordam beradi. Ya'ni rulni burganingizda nafaqat old g'ildiraklari, balki orqa g'ildiraklari ham ozgina buriladi. Bu narsa burilish radiusini kamaytirishga yordam beradi. Mercedes haydamagan odam bu narsani unchalik tushunmasa kerak, lekin Mercedes haydaganlar biladi. Z9 ga o'tirgan haydovchi birinchi o'rinda sifatni his qiladi. Agarda markazda bahaybat displey bilan mana bu logotip bo'lmaganida, siz uni Xitoy mashinasi ham deb o'ylamaysiz. Rul boshqaruvi bo'yicha komfort rejimda boshqaruv yumshoqqina. Rulini bitta barmoqda boshqarish qiyin, lekin siz hech qanaqa og'irlik sezmaysiz. Agarda sizga plotni, ya'ni mustahkam boshqaruv kerak bo'lsa, shunchaki Sport Plus rejimiga olib qo'ying. Bu rejim markaziy displeyda mavjud. Unga olganingizda bo'lsa, avtomobil shunchaki kishnab sizni uzoqlarga olib ketadi. Hech qanaqa holatda ham shahar ko'chalarida va odamlar, mashinalar bor joyda avtomobilning tezligini belgilangandan yuqori qilib yurmanglar. Agar sizlarga adrenalin kerak bo'lsa, shunchaki odam yo'q, keng yo'l va uzun masofaga ega bo'lgan yo'lga chiqib olib, Sport Plus rejimiga qo'yib, shunchaki avtomobilning tezligidan zavqlaninglar. Kosmik kemamizni saloniga xush kelibsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga ushbu avtomobilning akustika tizimi haqida gapirib bermoqchiman. Bu yerda Divialet akustika tizimi o'rnatilgan, 26 tagacha dinamikka ega. Undan tashqari displeylari, uskunalar paneli, yon yo'lovchi uchun alohida displey va markazda 17,5 dyuymga ega bo'lgan bahaybat displey. Ishlashi juda ham zo'r, sifatli, qotmasdan ishlayapti. Bu bilan displeylarning soni tugab qolmaydi. Orqa ko'zguni o'rniga ham qo'shimcha displey o'rnatilgan. U orqa tarafdagi kamerani suratini ko'rsatib turadi. Undan tashqari bu yerda ikkiga bo'lingan panorama tom o'rnatilgan. Afsuski, luka ochilmaydi. Bilasizlar, hozirgi kunda ko'pchilik xitoyliklar mashinadagi hamma boshqaruv tizimlarini markaziy displeyga tiqtashadi, lekin Denza tugmachalarni yoqtiradigan odamlar uchun tugmachalarni bu yerda qoldirgan. Mana masalan, parkovka yordamchisi E3, ya'ni 3 ta elektr dvigatelli boshqaruv tizimi u yerda, Sport Plus, qisqichbaqa uslubida yurish va hokazo shunga o'xshagan tizimlarni boshqarishingiz mumkin. Rul dizayni ajoyib, tugmachalari mavjud. Men to'g'risini aytaman, o'zim ham rosa yoqtiraman tugmachalar borligini. Undan tashqari o'rindiqlari shunchaki oldida ham, orqada ham isitish, sovutish, massaj va eslab qolish tizimlari bor. Orqa salon bo'lsa umuman boshqa dunyo. Old tarafda markaziy konsolda ikkita simsiz quvvatlash tizimi bor. Ikkita stakan qo'yish uchun joy, mana bu yerda mayda-chuydalarni solib qo'yish uchun qo'shimcha joy. Tirsak ostidagi barda esa muzlatgich o'rnatilgan. Qo'shimcha muzlatgich orqa salonda. Orqa salonda joy yetarli darajada keng. Endi 502 metr bo'lgandan keyin bu narsaga hayron qolish kerak emas. Bor narsalarni bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda orqa yo'lovchilar uchun qo'shimcha stolik. Undan tashqari kiyim ilish uchun veshelka ham nazarda tutilgan va eng asosiysi, agarda orqada ayollar o'tiradigan bo'lsa, bu yerda ko'zgu ham o'rnatib qo'yishibdi. Markazda esa shunchaki tirsak qo'yish uchun joy emas, balki boshqaruv displeyi o'rnatilgan. Uning ortida esa yana bitta muzlatgich. Hayotgancha orqa tarafdagi, old tarafdagi muzlatgich nafaqat sovutadi, balki isitadi ham. Ana endi bevosita o'rindiqlarni o'ziga to'xtalib o'tamiz. O'rindiqlari juda ham yumshoq, atamankalariga ega. Undan tashqari elektr privodda sozlashingiz mumkin va zero gravity tizimiga ham ega. Avtomobilni tekshirayotganimda menga yoqqan ikkita narsani ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda Denza Z9 qisqichbaqa uslubida o'ngga chapga yura oladi. Ya'ni ushbu rejimni yoqib, rulni 15 darajagacha o'ngga yoki chapga burganingizda, mashinani tumshug'ini burmagan holda tekis turgan joyda mashinangizni o'ngga yoki chapga olib berish imkoniyatiga ega. Bu narsa tor ko'chalarda mashinalar yonma-yon qo'yilganda o'tib ketish uchun yordam beradigan narsa aslida. Lekin o'ylashim bo'yicha bu narsani umringizda bir marta mashinani olganingizda tekshirib ko'rish uchun ishlatasiz. Undan keyin bu narsa kerak emas. Ikkinchi menga yoqqan narsa bo'lsa, parkovkada yordam beruvchi tizim. Ya'ni ikkita tarafda mashina bor, o'rtada esa bo'sh joy bor. Oldiga orqaga qilib mashinani parkovkaga qo'yish imkoniyati yo'q. Shu vaqtda mana bu tizimni ishga tushirasiz. Har bitta yangi avtomobil olgan odam ko'rinishini darhol o'zgartiradi. Ya'ni siz Spark olasizmi, Matiz olasizmi, Nexia, Gentra farqi yo'q. O'tirishingiz orqaga ketadi. Bir qo'l bilan rullovshingiz bashara sirazi o'zgaradi. Denzani olganingizdan keyin sekin mikrofonni olasizda, atrofga qarab oynani ochib, "Okala, ish bo'lyaptimi? Yaxshimisizlar? Sizlarda qiynalmayapsizlarmi?" Hattoki gapirish toningiz ham o'zgarib qoladi.
shunchaki sevimli qo'shig'ingizni qo'yib maza qilib o'zingiz uchun ashula aytib, oilangiz bilan maza qilib ketmaysiz. O'zbekmiz-ku. Biror narsa olganimizdan keyin odamlar ko'rish kerak-ku. Odamlar ko'rmasa, shuncha xarajat qilib nima qilamiz? Mashinani oldingizmi? Albatta maqtanish kerak. Lekin benzasi 9 haqiqatan ham maqtanishga arziydi.